Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videoroligimizda sizlar bilan vazifa bajarib, sarmoya sarza kuniga 1000 rublgacha pul ishlashda ko'rsatib o'taman do'stlar. Bu sayt havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman, ro'yxatda o'tib olasiz. Biz mana hozir Google Chrome'ga kirib olamiz. Kirib olgan paytimiz qarang, mana buni desktop versiya qilasiz. Qilganingizdan so'ng bu yerda mana registratsiya degan tugma bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosasiz. Bosgandan so'ng qarang, bu joyda do'stlar birinchi qatorga biz login kiritamiz, ya'ni o'zimizni ismimizni izdamlikda son qo'yib qo'yasiz. Ikkinchi qatorga email pochtangizda hamda uchinchi qatorga esa parol qo'yish kerak bo'ladi. Parol 6 tadan ko'p bo'lsin va kapchani qo'yib, zaregistratsiya tugmasini bosib ro'yxatdan o'tib olasizlar. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir mana men ro'yxatdan ham o'tib oldim. Sizlar ham xuddi shunaqa qattiq ro'yxatdan o'tib olasizlar. Endi ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng hozir sizlarga qanday qilib bu yerda pul ishlashni ko'rsataman. Qarang, pul ishlash uchun bu yerda mana turli xil bo'limlar bor. Mana Zarabot bo'limi kerak bo'ladi, asosiy bo'lim. Hozir bir daqiqa, mana Zarabotni bosamiz. Zarabot bo'limini bosgandan so'ng qarang, bu joyda mana zadaniya bo'limi bo'ladi. Mana shu zadaniya bo'limi bizga yetadi. Misol uchun mana surfing bo'lim bor, YouTube bo'lim bor. Bulardan ham misol uchun vazifalar bajarsa bo'ladi. Hozir mana zadaniya bo'limiga bosamiz. Bosgandan so'ng do'stlar qarang, bu joyda bizga misol uchun turli xil vazifalar kelib chiqadi. Bu saytda juda ham ko'p vazifalar bor. Hozirda mana 3000 tadan ko'p vazifa bor ekan. Bu joyda endi do'stlar narxi qimmat bo'lgan zadaniyalarni bajaraman desangiz, mana Sena degan tugma bor. Hozir buni ham bir ko'rsataman. Mana Sena bosasiz. Shunga bosgandan so'ng bizga hozir narxi qimmat bo'lgan vazifani chiqaradi. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozirda misol uchun mana birinchi vazifani ko'rsatyapti. Buni misol uchun shartlari bor. Avvalambor ustiga bir marta bosasiz. Bosgandan so'ng Google перевод, ya'ni tarjima orqali misol uchun shartlarni bajaradigan bo'lsangiz, sizlarga misol uchun mana 30 rubl beriladi. Keyingisida misol uchun ko'radigan bo'lsangiz, mana 1000 rubllik vazifa bor do'stlar. Bitta vazifani o'zi 1000 rubl. Hamda mana 810 rubllik, 520. Do'stlar, misol uchun shu vazifalarni bajarib, kuniga misol uchun bemalol sarmoya sarza 1000 rublgacha ishlasa bo'ladi. Buni vazifalar juda ham ko'p. Mana 200 rubl, 150, 125 va hokazo. Ko'rib borasiz do'stlar, mana vazifalar juda ham ko'p. Vazifalar bu menimcha tugamasa ham kerak. Mana ketaveramiz do'stlar. Mana hozir pastga qilyapman, ketyapti do'stlar. Xuddi shunaqa tartibda sizlar ham bu vazifalarni bajarib olib sarmoya sarza ishlab olsangiz bo'ladi. Do'stlar, endi surfing bo'limini ham ko'rasiz. Surfing bo'limida misol uchun oddiy videolar ko'rib ishlasak bo'ladi. Endi do'stlar, bizda misol uchun hisobimizga yig'ilgan pullar mana bu bo'limga o'tadi. Mana ikkinchi bo'limga. Mana shu bo'limga o'tgan paytda hozir sizlarga mana pul yechib olishni ham ko'rsataman. Qarang. Bu yerda hozir mana minimalni pul yechishlar qanchaligini ko'rsataman. Qarang, bu yerda mana WebMoneyga pul chiqarsak bo'ladi. Mana YouMoney, hamda do'stlar mana Pay rublga ham chiqarsa bo'ladi. Mana Pay rubl minimalga 3 rubl ekan. Bu yerda 3% komissiya bor ekan. Payga misol uchun USD, ya'ni dollar qilib ham chiqarsa bo'ladi. Bunda ham misol uchun 3 rubl deyapti. Momentalni to'lab beramiz deyapti. Bitta YouMoneyga 10 minutda tushadi deyapti. Qolganlari mana kriptovalyutadagi ham yechsa bo'ladi. Mana kriptovalyutada ham ko'rsatilgan. Mana bularni ham misol uchun komissiyalari bor, qancha vaqtda tushishlari bor, hammasini misol uchun ko'rib olib tanishib olsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar, misol uchun pullarimizni bemalol chiqarib olsak bo'ladi do'stlar. Hammaga omad. Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'yishni unutmang. Barchaga omad.